Assalomu alaykum, hurmatli Qashqadaryo viloyati futbol akademiyasining ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib borayotgan obunachilari va futbol muxlislari. Bugun men sizlarga Qashqadaryo viloyati futbol akademiyasida tahsil olgan O'zbekiston U17 o'smirlar terma jamoasi safida to'p surgan hamda O'zbekiston U17 terma jamoasi safida jahon chempionatida ishtirok etgan Yoqubov Aminjon Dilshod o'g'li haqida so'zlab bermoqchiman. Yoqubov Aminjon 2006-yil 27-dekabr kuni Qashqadaryo viloyati Koson tumanida tavallud topgan. Aminjon futbolga 7 yoshidan kirib kelgan. Ya'ni 2013-yil Koson tumanidagi Sarpul bolalar o'smirlar sport klubiga otasi Dilshod aka bilan borib, u yerda o'z davrining mashhur futbolchisi, o'z vaqtida Dinamo Nasaf, Qarshining Nasaf, Muborakning Mash'al, Buxoroning Buxoro va Farg'onaning Neftchi jamoalarida to'p surgan Shoyimov Nasim Hoshimqulovich qo'l ostida bolalar futbolini sir asrorlarini o'rganadi. Aminjon Yoqubov 2018-yilda Qashqadaryo viloyati futbol akademiyasining 2006-yildagi guruhiga imtihon asosida qabul qilinadi va Qashqadaryo viloyati futbol akademiyasida Bahriddin Omonov, Shahboz Ahmedov, Jahongir Hamrayevlar qo'l ostida bolalar o'smirlar futbolini sir asrorlarini mukammal darajada o'rganishga harakat qiladi. Aminjon Yoqubov 2023-yilgacha Qashqadaryo viloyati futbol akademiyasida tahsil oldi hamda shu yilning o'zida Toshkentning Lokomotiv professional futbol klubidan taklif kelib tushdi va 2023-yilda Aminjon Toshkentning Lokomotiv klubiga qabul qilindi. U yerda murabbiy Sunnat Ro'ziyev qo'l ostida biroz harakat qilib, shu yilning o'zida, ya'ni 2023-yilda O'zbekiston U17 terma jamoasidan chaqiruv oldi va bosh murabbiy Jaloliddin Rahmatullayev boshchiligida 2023-yilda Indoneziyada o'tkazilgan U17 terma jamoa o'smirlar o'rtasida jahon chempionatida ishtirok etdi. O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi futbolchilari bir guruhdan Ispaniya, Mali va Kanada o'smirlar terma jamoasi bilan bir guruhda joy olib, jahon chempionati musobaqasida qatnashdi. Hozirda Yoqubov Aminjon Qarshining Nasaf professional futbol klubining U21 jamoasi yarim himoyachi futbolchisi hisoblanadi. Kelajakda Yoqubov Aminjonga Qashqadaryo viloyati futbol akademiyasining jamoasi, yosh futbolchilari, barcha futbol muxlislari va Qashqadaryo viloyati futbol akademiyasini ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib boradigan obunachilar nomidan kelajakda Aminjonga mashhur futbolchilar, O'zbekiston chempioni, Osiyo va jahon, Yevropa, Olimpiada chempionlarini bo'lishni tilab qoladi. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' salomat bo'ling. Nihoyat